Instagramda videolaringiz tez to'pga chiqish uchun nima qilish kerak? Ya'ni qaysi vaqtda qo'yish kerak? Birinchidan, vaqtdan ham oldin siz bitta fishka qilishingiz kerak, ya'ni ma'lumot berishingiz kerak. Insonlarga ma'lumot, kerakli ma'lumotni bersangiz va ayni soati Instagramni hozirgi yoz paytlariga to'g'ri keladigan soat, ya'ni 6 dan 9 gacha bo'lgan vaqtda siz video reelsingizni joylasangiz, videoyingiz inshaalloh bittada to'pga chiqadi va ko'proq prosmotr yig'adi. Menga Instagram bo'yicha ko'p savollar keladi va yaqinda onlayn o'quv kursimni yo'lga qo'ydim. Narxlarini juda ko'pchilik yozib, direkt juda ham portlab ketibdi. Hammaga bitta qilib aytib ketaman. Hamyonbop narxda, chegirmali narxda qildik. Faqat shu oy uchun 99 mingdan qildik. Onlayn uyda o'tirgan, hech qayerga bormasdan turib bolalarning farzandiylar tarbiyasi, oilalarni baravar olib ketgan holatda Instagram kursini o'qinglar va menga o'xshab siz ham zo'r mutaxassis bo'lib daromadga chiqing.